Kunni issiqda muzdagina ko'ksit tayyorlab uydagilaringizni xursand qilishga nima deysiz? Tayyorlanish tartibini ko'rsatib o'taman. 2 litr qaynab sovitilgan suvimizga 2 qoshiq koreyskiy tuz, 2 qoshiq oddiy tuzimizdan solamiz, 6 qoshiq shakar solamiz. Suvingiz 1 litr bo'lsa, 3 qoshiq shakar solasiz. 1 qoshiq uksusimizni solib, 3 qoshiq soya solib olamiz. Tabga ko'ra soya keyinroq ko'paytirsak ham bo'ladi. 2 dona chesnokimizni qirg'ichdan o'tkazib, suvimizni xolodilnikka yaxlatishga qo'yamiz. Pomidor, bodring, karamimizni mayda somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Karamimiz ustiga ozroq tuz solib, qo'limiz yordamida g'ijimlab, tavbasiga tayantiramiz. Keyingi navbat go'shtimizni mayda somoncha shaklda to'g'rab, yog'imizda qovurishni boshlaymiz. Ustidan go'shtni pripravalarini solamiz, soyalarni solib, chesnoklarini ham solib, yaxshilab qovuramiz va ozroq suv bilan dimlab qo'yamiz. Tuxumlarimizni atala holga keltirib olamiz va qizigan skоворodkada bilinchiklar pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan bilinchiklarimizni mayda somoncha shaklida to'g'rab, xolodilnikimizga qo'yamiz. Esingizda bo'lsa, hamma masalliqlar xolodilnikda yaxlashi kerak. Iliqdan issiq suvimizga ko'ksit makaronlarini solib olamiz. Mana shunaqa makaronlardan foydalanaman. Bu birinchi ko'rsatganim ichida ozroq qolganligi uchun men bu ikkinchisidan foydalandim. Tayyor bo'lgan ko'ksit makaronlarimizni suvlarini to'kib tashlaymiz va xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ko'ksimizning lapshalarini birinchi kosamizga solib olamiz. Ketidan pomidor, bodring, tuxum, karamlarimizni solib, o'rtasiga go'shtini qo'yamiz. Suvlarini solib bo'lganimizdan so'ng go'shtini ustiga kunjut sepishni unutmang. Bu shunchaki o'zgacha chiroy baxsh etadi.